Assalomu alaykum, qarangizlar. Hozir mana tuxumni yeb oldim. Mana oxiri qolganda bitta narsa esimga tushib qoldi. O'sha voqeani aytib, sizlarga video qilib chiqing deyapman. Mana 2 kuncha oldin o'shani zapisi ham bor, agar oxirigacha ko'rsangiz videoni sizlarga o'shani ko'rsatib, nima bo'lganini aytib bermoqchiman. Ukam ikkalamiz gumma yegani kirdik, ishni tugatib, gumma yegani kirib, keyin xonim buyurdik, gumma buyurdik. Ko'p buyurganmiz-da, ukam ikkalamiz ham. Men buyurdim, ukam ikkalamiz yeymiz deb, ukam yemayman dedi. Bitta xonim bo'lsa bo'ldi dedi. Biz qornim to'q dedi. Mayli deb buyurib oldik. Keyin ikkita gumma ortib qolib ketdi. Boyagi xonim deylik, o'zi qornimiz to'ydi-da. Shu payti nima qilamiz ekan deb o'ylanib yotgandik. Olib ketsakmi ekan, saboy qilib yoki tashlab ketsakmi ekan deb ikkita gumma. Keyin o'ylab o'tirib yeb oldik. Turib ketishimizga 5 minut qolganda bitta otaxon kelib qoldi. Tishlari endi yo'q. Mana it qolgan, tishlarni qarib qolgan. Kiyimlari yaxshi, shuna kelyaptidan keyin bolalarim dedi, uzr deyapti. Mana bu narsadan yesam bo'ladimi, qornim ochib ketgan dedi. Shunaqangi ichimdan nimadir o'tib ketdi. Bo'ldi dedim, olavering dedim, bemalol. Ukamga aytdim, nima kamchilik bo'lsa xizmat qildim. Shunday va ikkita gummani berib, non, choy, nonni ham olavering, choyni ham olavering. Bizlarga bo'ldik dedi. Keyin boyagi odam shunaqangi xursand. Shu yerda yeb olsam ham bo'ladi dedi. O'sha narsani oldidan keyin bu yoqdagi stolga o'tdi-da. Ukamga aytdim, xizmat qil dedim. Non, choy, yo'q bu yoqqa xizmat qildi. Keyin boyagi otaxonga bo'ladimi dedi. Ukam aytayapti, bo'ladimi? Bor dedim. Agar kamchilik bo'lsa, yana nima yegiz kelsa, olib dedi. Keyin xonim buyuraymi dedi. Boyagi otaxon yo'q deyapti. Boyagi mana bu buxonka bor-ku, buxonka, oddiy buxonka. O'shani boyagi sovusga botirib yeyapti-da. Sovusga botirib qornim to'ysin deb o'sha nonni yeyapti. Gummani keyin o'sha gummani yesam keyin qornim to'yadi, yo'q deyapti-da. Nima yegingiz kelyapti, shundan buyurikmi desa yo'q deyapti boyagi otaxon. Shunaqangi bu yoqda o'tirib ichim boshqacha bo'lib ketdi-da. Kuzatib turibman, yeyapti, shoshilib yeyapti-da boyagina. Shu ketishiga ham puli bo'lmasa kerak dedim. Pul so'ragan yo'q-da, qornim ochib ketdi. Shunday yonimdan chiqardimdan keyin bir 20 ming so'm kam bo'lsa ham berdim. Agar to'ymasligi mumkin-ku, o'sha narsaga xijolat bo'lishi mumkin. Shunday berdim. Otaxon shunaqangi duo qilib qoldi. Agar iloji bo'lsa videosini qo'yib yuboraman. To'g'ri, bizlar mana yeb yotibmiz. Xonada, otaxonda uyi ham yo'q ekan. Oldida ko'p o'tira olmadim. Boyagi xijolat bo'lib qolmasin, boshqacha bo'lmasin deb ovqatlanib yotgandim. Shunday berdimdan keyin yaxshimisiz, men ataganim bor deb shuni berib, shuni turib ketdi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Mana bizlar yeb yotibmizda, tuxum bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, issiqqina joyda rizqimiz bor ekan. Mana bizlarga beryapti ekan Xudo, bizlar ham beryapmiz. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamaysizlar. Boriga shukr qiling. O'shanaqa keksa otalaringiz, onalaringiz bo'lsa, qadriga yeting, duosini oling. Nima qilasiz? To'g'risi, ichim achib ketdi-da. Rahmat, sog' bo'linglar.